Barыңdардың аттары бәйгелек болсын. Haydi! 2025-yili 7-ayning 13-kuni Nilqin ayisi Tamg'al Sarikda Atbeg maydonida bir katta bir musobaqa var. Men sana tushuntirib o'taymi? Bo'ldi. Mana shu birinchi maydonda bolalar Toybayga 3000 metr qon tanlamaydi. Birinchi bo'lganga 3000 qo'y, ikkinchi bo'lganga 2000 qo'y, uchinchi bo'lganga 1000 qo'y, to'rtinchi bo'lganga 700 qo'y, beshinchi bo'lganga 500 qo'y, birinchi maydondagi musobaqa. İkinci maydon Qunanbayga 5000 metr qon tanlamaydi bumi. Birinchi o'g'anga 5000 qo'y, ikkinchi o'g'anga 3000 qo'y, uchinchi o'g'anga 2000 qo'y, to'rtinchi o'g'anga 1500 qo'y, beshinchi o'g'anga 1000 qo'y. Uchinchi maydon Donanbayga 9000 metr qon tanlamaydi. Birinchi o'g'anga 5000 qo'y, ikkinchi o'g'anga 3000 qo'y, uchinchi o'g'anga 2000 qo'y, to'rtinchi o'g'anga 1500 qo'y, beshinchi o'g'anga 1000 qo'y. To'rtinchi maydon Alamanbayga bolalar 15000 metr qon tanlamaydi buningmi. Birinchi o'g'anga 10000 qo'y, ikkinchi o'g'anga 5000 qo'y, uchinchi o'g'anga 3000 qo'y, to'rtinchi o'g'anga 2000 qo'y, beshinchi o'g'anga 1000 qo'y. Hamda bolalar buningki tizimi chaqi va Toybayginingki tizimi chaqi bo'lsa 300 qo'y. Mana Qunanbaygining qo'si 700 qo'y. Mana Donanbaygining qo'si 700 qo'y. Bak qon tanlamaydigan Alamanbaygiga tizimi chaqi 1000 qo'y. Qanday aloqasimiz deganda 193 90 19 11 32 193 90 19 11 32 degan nomerlar aloqasimiz. Shundan qaballar 7-ayning 13-kuni Nilqin ayisi Tamg'al Sarikda Atbeg maydonida ko'rishlar. Qozoqcha bir ikki qizga qilib debkan. 2025 7-ayning 12-si sol yerda Tambal degan yerda bir maydon at javobsiz bor ya. Sol yerga bor, baringni rat qo'ysa, bat o'ynab ketsinglarda qarshi olamiz. Salamatlaringlar bo'lsa, bari tavla jatgan atlaring bo'lsa, sol yerga kelinglar yigitlar. Ondaysa, sol kuni ko'rishaylik sol yerda.